Maskni dangasallikni yengish uchun bitta zo'r maslahati bor va bu maslahat menga har doim yordam beradi va hozirda ham shu maslahatga amal qilyapman. U ham bo'lsa, agar menga uyimni yig'ishtirish uchun 30 soat berishsa, uyimni 30 soat davomida yig'ishtirib olaman. Agar uyimni yig'ishtirishga bor yo'g'i menda 3 soat bo'ladigan bo'lsa, men 3 soatda yig'ishtiraman deb aytgan ekan. Bu narsani yana Parkinson Law deb atashar ekan. Ya'ni, agarda siz o'zingizga birorta bir ishni qilish uchun 2 soat vaqt beradigan bo'lsangiz, siz o'sha ishni 2 soat ichida qilasiz. Agar xuddi o'sha ishni o'zingizga bajarish uchun 1 soat beradigan bo'lsangiz, siz 1 soatda ichida qilasiz. Parkinson qonuniga ko'ra, birorta bir vazifani bajarish uchun qanchadir vaqt ajratsak, aynan o'sha vazifani bajarish uchun ajratilgan vaqtni hammasi ketar ekan. Bu qonun menga nimani o'rgatdi? Samaradorlik uchun vaqtni oldindan belgilash juda ham muhim. Oldinlari birorta bir ishni qilishim kerak bo'lsa, o'tirib yozar edim, lekin uni ko'pincha vaqt ramkasi bilan tejamas edim. Ya'ni deadline'lar har doim ham qo'ymas edim. Agar deadline cheksizlik bo'lsa, birorta bir ishni, vazifani bajarish muddati ham cheksiz bo'ladi. Siz Parkinson qonunini ilgari eshitganmidingiz? Va menga obuna bo'lishni unutmang.